Hürmetli vatandaşlarım, leksiyimizi davamlaştırımız mavzu bulunduk. Endi yukarıdaki leksiyelerimizge bunundaki bir neçe cümlelerini seliştirisiz endi. Siz tamamen hukukluk vatandaşlarım şunda seliştirin. Mavzu bulunduk. 19. kurultaydan keyin chet el siyasi erbapları arkadan Cungoni ziyaret kılıdı. Nimi iş yüz biri de haberindeki mavzu muşunda koyuldu. Mavzulu haber 10. ayının 31. günü Doğutor bitidi ilan kılındı. Haber mundak baştan. 19. kurultay endili yapıldı. 10. ayının 31. günüden başlayıp Rusya, Amerika devlet rehberleri arkadan Beycan'ı ziyaret kıldı. Rusya Federasyası'nın veziri Medvedev Cunguni resmi ziyaret kıldı. Vezir Medvedev'den keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 11. ayının 8. günüden 10. günügacha Cunguni ziyaret kıldı. Yaponiya, Koreya vezirleri ham Cunguni ziyaret qilishni xohlaydi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi chet el siyosiy arboblarining Cunguni ziyaret qilishning bir pasini kutib oldi. Chet el matbuotlarının nazarida Rusya Federatsiyasi vezirining Cunguni ziyaret qilish vaqt puristining intayin ahamiyatli ve bir gayri fursat ekanligini gavdalantirdi. Koreya sat sistemisi meselesinde yani bir habere 3 ki yak deb cevap verdi. Beycan bu cevap qaytardı mavzulu haber. 10. ayının 30. günü Doğutor bitidi ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Jungo Tashqi ishlar ministrligi 10. ayının 30. günü muxbirlarni kutib olish yig'inida Koreya Tashqi ishlar ministrligining sat sistemasi to'g'risida bergan va'dalarga qarata Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi mundaq dedi. Koreya tarafning 3 masala bo'yicha ifoda bildirganligi e'tibor bilan qaraymiz. Hem Koreya tarafning yuqorqi va'dalarni amaliyalashtirishini umid qilamiz. Muhbir munda savol qo'ydi. Koreyaning tashqi ishlar ministri Kang Jin-ho 30. kuni tushda parlamentning savol so'roqlarini qabul qilib, bunda ko'rsatdi. Koreya hukumatining Amerikaning raketa sistemasiga qatnashmaydigan maydoni o'zgarmaydi. Diqqatli, bu intayin 180 gradus o'zgarish. Bu yerda nima bo'lib o'tadi? Oxirida leksiyamizdan oxiri tahlil qilib boqamiz, kuchimiz yetgan yergacha. Bu qaltis gap, mana diqqat qiling vatandoshim. Birinchi deydi, Koreya hukumatining Amerikaning raketa sistemasiga qatnashmaydigan maydoni o'zgarmaydi. Koreya, Amerika, Yaponiya bexatarlik hamkorligi 3 tarafning harbiy ittifoq qurishiga taraqqiy qilmaydi. Yani 3 tarafning harbiy ittifoq bo'lib shakllanishida paydo qilmaydi deydi. Münasebetimiz münasebet. Koreya hükümeti sat sistemisini o'rinlashtirishni texi o'ylashmadi. Qiziq gap vatandoshim, 3. va'dasi ekan. Sat sistemisi allaqachon Koreya kirib bo'ldi. Endi nima deydi hozir? Koreya hükümeti sat sistemisini o'rinlashtirishni texi o'ylashmadi. Bu yerga savol qo'ying, nimishqi bu yerda hozir Koreya hükümeti Jungo'ga bunda savol nima? Bundaq bo'shab ketdi. Nimishqi Jungo'ga bundaq yo'l qo'ydi deb bu savol qo'ying vatandoshim. Biz ahirgi muhokamada so'zlaymiz. Bayonotchi Hua Chunyang Jungo'ning bayonotchisi muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Biz Koreya tarafining 3 jihat ifoda bildirishiga e'tibor bilan qaraymiz. Koreya tarafining yuqorqi va'dalarni amaliyalashtirishini umid qilamiz. Aloqador masalalarni muvofiq bir taraf qilib, Koreya Jungo munosabatining sog'lom, muqim taraqqiyotini ilgari surishini umid qilamiz. Prezident Trump Jungoni ziyorat qilishdan burun Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoning bozor egiligi o'tgan davlatlik o'rnini inkor qildi. Diqqat vatandoshim, mana bu portlash xarakterli xabarjimi? Bundaq. Prezident Trump Jungoni ziyorat qilishdan burun Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoning bozor egiligiga o'tgan davlatlik o'rnini inkor qildi. Mavzulu xabar 10. ayının 31. günü Vanvetor betidi ilan qilindi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Tramp 11-ayning 8-kuni Jungoni ziyorat qilishning harpisida Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo ministrligi bir parcha doklad e'lon qilib, Jungoning bozor egaligiga o'tgan davlatlik o'rnini inkor qildi. Diqqat vatandoshim. 11-ayning 8-kuni ziyorat qilishning harpisida prezident Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo ministrligi bir parcha doklad e'lon qilib, Jungoning bozor egaligiga o'tgan davlatlik o'rnini inkor qildi. Hukumat bozor egaligida umumyuzlik moslashish rolini o'ynadi. Hamda xususiy egalik tarmoqlariga aralashdi. Natijada Jungo iqtisodida mohiyatli burmilnish keltirib chiqadi. Diqqat vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo ministrligi e'lon qilgan dokladda Jungo iqtisodiga mana shunday baho berildi. Diqqatda, hukumat bozor egaligida umumyuzlik moslashish rolini o'ynadi. Qaraganda bu jumla ijobiy jumla, lekin buni ichki tartibida nimalarning bor ekanligini men bilmaydi ekanman vatandoshim. Hamda xususiy egalik tarmoqlariga aralashdi Jungo hukumati. Natijada Jungo iqtisodida mohiyatli burmilnish keltirib chiqadi. Biz dal mushu xulosiga, mantiqiy xulosiga asosan O'da kelishib olgandeklar deyli. Boshda 4 parchalik şeyimizdir, dal mush nuqta to'xtaldik. Mana diqqat qiling vatandosh. Endi ma bir abzasga, ya'ni boshqacha ruh bilan diqqat qiling. Amerika Savdo ministrligi dokladida Jungoning bozor egaligining xarakterini yuqoriqadek baholadi. Bu xulosa Amerikaning Jungoning al-yomen mahsulotlarini to'kmi qilib setishiga qarshi qaror chiqarishida ishlatildi yoki qo'llanildi. O'tgan hafta juma kunida Amerika Savdo ministrligi dastlabki qarorning natijasini e'lon qilib, Jungoning al-yomen mahsulotlari Amerika bozorlarida to'kmi qilib setildi dedi. To'kmi qilib setishga qarshi 97%dan 162%gacha bosh qo'ydiganligini bildirdi. O'tgan haftaning juma kunida Amerika Qo'shma Shtatlarining Savdo ministrligi al-yomenni Amerika bozorlarida Jungo to'kmi qilib sotganligi uchun 97%dan 162%gacha bosh qo'ydiganligini chiqardi. Endi ma gap, eng oxirgi gap. Savdo ministrligi dokladida bunday ko'rsat. Jungo iqtisodiy ramkasining yadrosi Jungo hukumati va Jungo kompartiyasidir. Hukumat mulkchilik huquqi orqali barliq iqtisodiy tarmoqlarni kontrol qilib, ma'muriy buyruq vositalari orqali bevosita va vositali holda bozorni va boylikni tizginlab bartaraf qiladi. 68 yildan beri Xitoyning iqtisod kontrolliqi monopoliyasi ostida yashab kelgan Uyg'ur xalqi bir og'iz gap qilolmadan, bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo ministrligi Xitoyning bozor egaligiga o'tganlik o'rnini inkor qilish bilan chiqargan xulosasida nima dedi Uyg'ur xalqi anglab qo'y. Jungo iqtisodiy ramkasining yadrosi Jungo hukumati va Jungo kompartiyasidir. Hukumat mulkchilik huquqi orqali barliq iqtisodiy tarmoqlarni kontrol qilib, ma'muriy buyruq vositalari orqali bevosita va vositali holda bozorni va boylikni tizginlab bartaraf qiladi. Tahlil qilamiz, hurmatli vatandoshlar.